Xo'p, YouTube'da yana bir kelgan savolimiz. Assalomu alaykum doktor. Men Samarqand viloyatida turaman. Sizga bitta savolim bor. O'g'lim 1 yosh 7 oylik, yurmayapti. Yotganida oyoq son chanoq qismini qirtillatadi. Golovkasi yo'q edi. Rentgenda aytgandi. Shunga nima qilsam bo'ladi? Oldindan rahmat. Xo'p, bu yerda asosiy muammoimiz sizni shikoyatingiz bo'yicha suyak tizimiga oid muammo hisoblanadi. Ya'ni son suyak bog'chasini yaxshi shakllanmasligi. Bu raxitsimon har qanday kasallik, ya'ni moddalar yetishmovchiligi tabiiy holatda yoki bo'lmasa nasliy holatda modda almashinuvida kalsiy, fosfor, vitaminlar almashinuvi buzilishi natijasida bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun albatta birinchi o'rinda travmatolog ortoped shifokoriga murojaat qiling va ular orqali genetik shifokorga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi va aniq tashxis qo'ygan holatda siz aytayotgan shikoyatlarni bartaraf qilish va bolangizni hayot sifatini yaxshilash mumkin bo'ladi.